Assalomu alaykum kichik do'stlar. Golland tili va Uyg'ur tili o'rganish salonimizga xush keldinglar. Biz bu filmimizda biz yoqtirib yeydigan ko'ktatlarninki Golland tili va Uyg'ur tilidagi ismi bilan tanishib chiqamiz. Qani amsa diqqatinglar filmimizda bo'lsin. Groenten, Ko'ktatlar, aardappel, baranga, wortel, savza, tomaat, pomidor, ui, piyoz, sperzieboon, yisi purchaq, komkommer, tarxamak, peultje, tüklük purchaq, brokkoli, kök çiçek, prei, hol piyaz, knoflook, samsak, pompoen, kava, mais, kömkonak, bloemkool, ak çiçek, aubergine, pidigen, zoete aardappel, tatlık berenge, Chinese kool, yisibilek, witte kool, katkök, paksoi, kök yisibilek, asperge, serebil, koriander, yumğaq süt, munt, yalpuz, beenspruit, purchaq öndürmesi, champignons, gümbemədək, olijf, zeytun, rode peper, qızılmıç, selderij, kərəpşə, knolraap, çamğur, paprika, muç,
Witte radijs. Aq turp, Rode radijs. qizil turp. Rettig. Turp. Koolrabi. Çələng. Spinazie. Palək. Gember. Zencevil. Kichik do'stlar, endi sizlar deb biqinglarchu, bu qaysi ko'ktat? Bu ko'ktatda qaysi xil tomoqni atkil bo'ldi? To'g'ri, bu savza. Savzada apamiz nima yetib turadi? Polo. Sizlar bek aqlliqchimi? Endi buni biqinglarchu, bu ko'ktatlarni birlashtirib qaysi xil yemeklikni tayyorlag'ili bo'ldi? Buning javobini apanglarga deb berishni unutib qolmanglar. Ma'qulamsa kichik do'stlar, bugungi videomiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi qitimliq filmimizda ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xo'sh.